qo'shni xonadonimiz bitirgandan keyin bu qo'shni xonadonimizda ham so'rov bo'lgani uchun bu yoqqa boshqacharoq fasonda qilib berganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Samarqand viloyati Urgut tumanidamiz. Bu Balasina fasonimizdan foydalangan holatda eng ommabop fasonimiz Balasina Golddan foydalanib xonadonimizga perilalarni ustunovka qilib berganmiz. Taqriban 20 metr xizmat ko'rsatilgan. Hozir sizlar bilan to'liq video obzorini ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimiz bitirgandan keyin bu qo'shni xonadonimizda ham so'rov bo'lgani uchun bu yoqqa boshqacharoq fasonda qilib berganmiz. Mana bu xonadonimizga 5 ga 5 silver stoykalardan foydalangan holatda neoklassika yangi zamonaviy uslubda 3D variantda oddiy emas, boshqacha variantda qilib terganmiz. O'zi primoy holatda qo'yiladi. Bu neoklassika 3D holatda qo'yilgan. Oq tekstolet, polni silver ranglardan foydalangan, uyda egasi bilan maslahatlashgan holatda uyda dizayniga moslab polni silverdan foydalanganmiz. Bu yoqda yana qo'shimcha zinalarimiz bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu xonadonimizga ham taqriban 25 metr qilganmiz. Hammasida silver ranglardan foydalanilgan. Bu yoqda avvalgi qismlarimiz ham bor. Avvalgi holatlarimizga ham alohida e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Stoyka ishlatilmagan holatda. Bu xonadonimizga xizmat sifatimiz ma'qul ko'rganligi uchun bu tomoniga ham hozir barato'la o'lchovga kelganmiz. Bu yog'ini o'lchab olib, kafel bosishini jarayonni kutib turgandi. Kafellar bosiladi. Jarayonni xuddi shu fasonimizni ozgina o'zgartirishda bu yoqlariga ham polnisda xizmat ko'rsatamiz. Agar sizlarga ham ushbu xizmatlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Samarqand filialimizga tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Samarqand filialimizga murojaat qilishingiz mumkin yoki boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, Ko'l markazimizga va o'zingiz viloyatingizdagi filiallarimizga murojaat qilsangiz, xuddi shunday xizmatlarni sizlarga ham ko'rsatishdan Metalmart charchamaydi.